Burun yondosh bo'shliqlari yallig'lanishi bilan kechuvchi gaymarit, frontit, etmoidit va sfenidit kasalliklarini O'zbekistonda birinchi bo'lib pulsatsiyalanuvchi ingalyatsiya usulida davolashni taklif qilmoqdamiz. Ushbu tajribada burun va burun yondosh bo'shliqlarining shishadan yasalgan modelida ushbu usulda yuborilgan dori moddasi qanday samara berishi ko'rsatilgan. Ko'rishingiz mumkin, pulsatsiyalanuvchi ingalyatsiya shaklida yuborilayotgan dori moddasi modelimizdagi burun yondosh bo'shliqlarigacha to'liq yetib bormoqda. Ushbu qismni oddiy ingalyatorga ulagan holatda tajribani davom etamiz. Bunda ko'rishingiz mumkin, dori moddasi modelimizni burun dahlizi, burun bo'shlig'i, burun halqum qismlarida harakat qilmoqda, lekin burun yondosh bo'shliqlarigacha yetib bora olmayapti. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, oddiy ingalyatorlardan farqli ravishda pulsatsiyalanuvchi ingalyatsiya shaklida yuborilgan dori moddasi burun yondosh bo'shliqlarning barchasiga yetib boradi. Ushbu usulda davolash yordamida rinosinusit kasalligini erta bosqichlarda samarali davolab, kasallik sabab kelib chiqishi mumkin bo'lgan turli asoratlarning oldini olish mumkin.